Do'stlar, barchaga salom. Ushbu videoda men ushbu signal botini Apple Fortune oyini uchun sinab ko'raman. Men uning qanday ishlashini sinab ko'rmoqchiman va bu menga tavsiya qilindi. Shuning uchun endi men platformani tanlayapman va ro'yxatdan o'tish jarayonidan o'taman. Hammasi iloji boricha sodda va men buni allaqachon tekshirib ko'raman. Menimcha bu juda yaxshi ishlaydi. Men buni hozir tekshirib ko'raman. Shunday qilib, men ismimni va familiyamni kiritaman. Harf yozing. Kevdim. Shunday qilib, juda ko'p muammolardan qochish uchun VIP 4213 promo kodini taqdim etamiz. Bu signallarga kirishni oldini olish uchun kerak bo'lgan narsa. Men hozirgina hisob yaratdim va sizga javob beraman. Mening hisobim allaqachon $15 bilan to'ldirildi. Men bu muvozanatdan boshlayman. Shunday qilib, men hisob qaydnomasini ro'yxatdan o'tkazdim va uni $15 bilan to'ldirdim. Men shu muvozanatdan boshlayman va signalni shu tarzda olaman. Yana platformani tanlayman. Va endi men birinchi signalimni kutaman. Unga ko'ra endi pul tikaman. Endi men uni kutmoqdaman va shuning uchun mening birinchi signalim shu yerda. Men shunchaki bir 2 tort garov tikdim va men $7 dan ortiq pul bilan keldim. Men cho'ntagimga yaxshi boshlayman. Va endi keyingi signalni kutib turay, meniki. Hop, men buni osongina tushunaman. Men garov tikaman va yana $7 qaytarib olaman. Yana do'stlar va allaqachon ikkita signal keldi. Bu iltimos, lekin mumkin emas. Mana endi men yana uni kutyapman, mening signalim. Xo'sh, menda bu yerda 5 ta olma bor. Va u uni o'rnatishga ketdi. 1-2 va mana 1-2-3 va men qo'shimcha $15 olaman, do'stlar. Bu ajoyib natija. Menga ketma-ket 3 ta signal kelgani allaqachon yoqadi. Va yaxshi va yana keyingi signalimni oldim. Demak, bu yerda 2 ham yaxshi. Va bundan tashqari, mening fikrimcha, bu yerda bitta yoki ikkita yaxshi va eng so'nggi X28 bor. Ha, do'stlar, bitta signal uchun menga qo'shimcha $130 beriladi. Bu shunchaki yaxshi natija. Shunchaki bu haqda izoh berishni xohlamayman. Uning kelgani yaxshi. Ha, do'stlar, mana mening keyingi signalim. Aytgancha, uni yuqori qismida topishingiz mumkin. Bu bepul. Mayli. Va yana shu signal keladi, do'stlar. Endi yana bir signal olaylik. Men shunchaki uning yana paydo bo'lishini kutmoqdaman. Xo'sh, do'stlar, bu allaqachon uzoq signal. Qo'ysangchi, qani endi. Endi men uni unga 1 yoki 2 marta kiydiraman. U bu yerga 2 marta kiradi. U kiradi. Bu yerda ikkitasi bor. Va bu yerda ikkitasi yaxshi, yana $130. Do'stlar, umuman olganda, hamma narsa hamma uchun juda yaxshi ishlaydi. Ko'rganingiz uchun rahmat, omad.